Demek keyingi misol A jo'mrak bo'sh hovuzni 6 soatda to'ldiradi. B jo'mrak bo'sh hovuzni 3 soatda to'ldiradi. S jo'mrak to'la hovuzning 3dan 2 qismini 4 soatda bo'shatadi. Uchala jo'mrak ochilsa, hovuz qancha vaqtda to'ladi degan savol. Bunday misolni men bajarilgan ish formulasiga qo'yib hisoblayman. A teng V ko'paygan T formula. Bu yerda A ish, V mehnat unumdorligi yoki ishlash tezligi, T ishlashga ketadigan vaqt. Demak, yozamiz. A ishni, ya'ni hovuzni to'ldirishni birinchi jo'mrak V1 tezlik bilan 6 soatda bajaradigan. Xuddi shu ishni ikkinchi jo'mrak V2 tezlik bilan 3 soatda bajaradi. Endi S jo'mrak teskari ish bajaradi. Shu ishni A3ning 3dan 2 qismini bo'lgani uchun 3dan 2 A deymiz. A ishni 3dan 2 qismini V3 tezlik bilan 4 soatda bajaradi deb olamiz. Endi uchala jo'mrak ochilsa, hovuz qancha vaqtda to'ladi? Demak, A ishni, hovuzni to'ldirishni V1 tezliklarini qo'shamiz. Qo'shib V2 ayru V3 deymiz. Sababi V3 manfiy ish bajaradi bu yerda. Ya'ni to'ldirilgan suvni chiqarib tashlaydi. Ko'paygan T. Mana shu yerdan V1, V2, V3 ni topib bu yerga qo'yamiz. V1 teng A taqsim 6, V2 teng A taqsim 3, V3 teng A taqsim 6 bo'ladi ekan. Bu ham hammasida A ni chiqarib qisqartirib yuboramiz. Bu yerda 1 qoladi. Demak, birinchisida 1 taqsim 6 qo'shuv 1 taqsim 3 ayru 1 taqsim 6 bo'ladi bu ham. Ko'paygan T. 1 taqsim 6 bilan qisqartiramiz. Demak, T teng 3 soatda bo'lar ekan. 3 soatda uchala jo'mrakni ochib qo'ysak, 3 soatda to'lar ekan. Demak, bu nima degani? Birinchi A jo'mrak bilan S jo'mrak bir xil tezlikda ishlar ekanda bu yerda. 6 soatda to'ldirsa, bu 6 soatda bo'shatadi. Shuni hisobiga u A bilan S kompensatsiyalanib ketib, B ni o'zi bajargandek bo'lib qolar ekan 3 soatda.